Bolaligimizda hech kattalasiga aytganmi, danak yutsang ichingga daraxt o'sib chiqadi deb. To'g'ri, bu odatda shunchaki qo'rqitish bo'lgan, lekin bu voqea haqiqatda sodir bo'lgan desam, ishonasizmi? Qizig'i bu oshqozondan o'sib chiqmagan. 2009-yilda shifokorlar bir erkakning o'pkasida o'sayotgan qarag'ay darag'ini topishdi. Qo'ysangchi deysizmi? Keling, tushuntirib beray. Tanishing, Artyom Sidorkin, 28 yoshli rossiyalik yigit. U ko'krak havasida og'riq va kuchli yo'tal bilan shifokorga murojaat qiladi. Doktorlar oddiy shamolash deb o'ylaydi, lekin qon yo'talgandan keyin jiddiyroq sababga shubha qilishadi. Ular Sidorkinda o'pka saratoni bo'lishi mumkin deb gumon qilishadi va jarrohlik amaliyotga tayyorgarlik ko'rishadi. Stop! Lekin jarrohlik vaqtida doktor hech qanday o'smani topa olmaydi. Uni o'rniga shifokorlar 5 santimetrli novdani o'pka ichida o'sib yotganini ko'rishadi. Mayda urug' qandaydir tarzda unib chiqib, o'sib ulgurgan. U kattalashgan sari o'pka to'qmalarini teshib, kuchli og'riq va yo'talni keltirib chiqargan. Bu o'zi qanday sodir bo'lgan bo'lishi mumkin? Sidorkin ehtimol tashqarida yurganida qarag'ay urug'ini bilmasdan nafas orqali yutib yuborgan. Odatda bu holat deyarli uchramaydi, chunki nafas yo'liga kirgan har qanday begona narsa yo'tal orqali tashqariga chiqib tashlanadi. Lekin afsuski, bu Sidorkinda emas. Aslida urug' o'pkaning chuqur joyiga tiqilib qolgan. U yerda esa nam, issiq va karbonat angidrid va kislorodga boy muhit urug'ning unib ketishi uchun aynan muddao bo'lgan. Oradan vaqt o'tgan, urug' xuddi issiqxonada o'sgandek o'sishini davom ettirgan. Ammo bu issiqxona afsus. Sidorkin o'pkasi edi. Inson tanasi har doim bizni hayratda qoldiradi. Yana shunday qiziqarli tibbiy noodatiy holatlarni bilishni istasangiz, biz bilan qoling, chunki tibbiyotda haqiqat fantastikadan ham ajoyib.